Yo'q Alish, boshqa ishim yo'q. Akamga qarzini to'lashdi. Alo. Yana senmisan? Ha, yana men bezovta qilyapman seni. Ya akangni hurmatidan shuncha paytdan beri indamay keldim. Bu hayotda yashashdan umiding bo'lsa, bugun pulni joyiga qo'yib qo'y. Men shu yerdaman, kelaver. Bo'ldi, hozir yoningga o'taman. Assalomu alaykum. Keling, nimaga keldingiz? Uzr, bezovta qildim. Akangizdan keyin qiynalib qoldik, bizga pul kerak edi. Pul hammaga kerak. O'zim muammoim o'zimga yetadi. Sizniki oshchi menga. Uyda 10 kundan beri svetimiz yo'q. Yoqqani hech nimamiz qolmadi. Uni ustiga ro'zg'orligimiz ham hech nima qolmadi. 10 kundan beri jiyanlarimiz och qolib ketishdi. Nima endi jiyanlarimga gapirsa rahmi keladi deb o'ylaysizmi? O'lgan o'lib ketdi. O'zim problemam o'zimga yetadi. Ancha pul topib o'zgarib ketibsiz. Akangiz ham siz tufayli o'tib ketdi. Pullarda biz ham haqqimiz bor edi. Mayli, Alloh kifoya qilsin. Ketsang ketaver. Qanaqa jiyan? Mumkinmi? Ke o'tir, o sen kamadi. Nimcha u? Qovog'ingdan qor yog'yapti. Yig'lab ketgan kelinaymidi? Ha, kelinam. Darini aytib ketdi. Uyimda to'kim yo'q, o'tinim yo'q, jiyanlaring och qolib ketibdi deydi. Nima ular kapilligini olibmanmi? Ammo sen ham yaxshi ish qilmayapsan. Shu akangning orqasidan qancha pul yopib qolding. Lekin bu ketishingda shu gapim qulog'ingda tursin. Qo'rolasan o'g'il bola. Senga oxirgi gapim bugun kechki paytga pulimni joyiga qo'yib qo'y. Yo'qsa sen bilan boshqacha gaplashaman. Xohlagan joyingga bor. Senga 1 so'm pul yo'q. Qo'lingdan kelganini qil. Ko'tarli xonani bo'shatib qo'y. Mayli, sen bilan kelisha olmadik. Lekin unutma, birovda haqqi birovda qolmaydi. O'yin endi boshlandi. Ko'rishamiz o'g'il bola. Alo. Ha, pul hal bo'lmadi. Ishni bajarish. Alo. Nima? Zavod yonib ketdi? Nimaga yonadi? Qayerga qarashding? Zavod. Shuncha pul. Qanday javob beraman egalariga? Zavod yonib. Shuncha pulga yonib ketdi. Egalariga nima deyman? Akam aytuvdi, birodar haqqini yemagin deb. Ana ateş chiqyapti.